Bir to'p sahobalar bilan Rasululloh o'tirib tuya go'sht yedilar. Shu o'tirganlardan bittasidan yel chiqib ketdi. Ovozi chiqdi. Endi boyaga yel chiqqan odamni hijolatdan endi holi tayin. Odamlar bilmayapti kimdan chiqqanini. Hammasi turib namoz o'qishlik kerak, asr o'qishlik kerak. Hozir shu yel chiqargan odam turib tahorat qilsa, bilinib qoladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'ryapsizmi? Odamlarni hijolatdan chiqarishga bo'lgan harisligini. Aytdilarki, kullu man akala lahma jazur falyatawadda. Tuya go'shtini yeganlar turib tahorat qilsin dedilar. Sahobalar hammamiz yedik ya Rasululloh deganida, hammanglar tahorat qilinglar dedilar. Hammalari turib tahorat qilishdi. Bu zot Muhammad sallallohu alayhi vasallamda indamasalar ham bo'laveradi. Hijolatdan chiqarib qo'yaptilar. O'zi hijolat qilishlik emas, o'zi odamlarni noqulay holatga qo'yish emas. Noqulay holatga kirib qolgan odamni chiqarib qo'yaptilar. Hamma turib tahorat qildi, demak hech kim bilmay qoldi kimdan